1944-yil Ikkinchi jahon urushi hali tugamagandi. Yevropa vayronaga aylangan, lekin Amerika hududi tinch va dunyoda uning iqtisodiyotiga teng keladigan davlat yo'q. O'sha yili New Hampshiredagi kichkina bir shaharchada 44 ta davlat vakillari yig'iladi. Zohiran urushdan keyingi iqtisodiy tartib muhokama qilinayotgandek edi, lekin aslida tarixdagi eng ulkan moliyaviy qurol shakllanayotgandi. Aynan o'sha uchrashuvda 3 ta ulkan tizimga asos solindi. Dollar dunyoning asosiy rezerv valyutasi deb e'lon qilindi. Xalqaro valyuta jamg'armasi tuzildi. U jamg'arma inqirozga uchragan davlatlarga yordam berar, lekin evaziga o'z iqtisodiy siyosatini majburlab o'tkazar edi. Jahon bank tuzildi. Qarz berib o'ziga bog'laydi va bog'lab olgach boshqaradi. Ular shunday tizim qurishdiki, bu yerda pul ham, qaror ham bir kishining qo'lida qoldi. Neft sotmoqchimisiz? Dollar. Bug'doy olmoqchimisiz? Dollar. Dori-darmon import qilasizmi? Baribir dollar. Chunki xalqaro savdoning katta qismi dollar orqali aylanadi. Xalqaro pul o'tkazmalarining barcha jarayoni esa SWIFT orqali o'tadi. Tizimning kaliti esa Washingtonda. Ya'ni Trump bir kun ertalab uyg'onib, biror davlatni SWIFTdan uzib qo'ysa, o'sha davlat tushdan keyin iqtisodiy murdaga aylanadi. Va bu qurol tasodif bo'lmagan tarzda qayta bitta mintaqa musulmonlarga qaratildi. 1990-yil Pokiston pulini to'lab qo'ygan 28 ta F-16 samolyoti va 1 milliard 300 ming dollari birdan yo'q bo'lib qoladi. Pokiston pulini bergan, lekin samolyotlarni olisha olmagan. Amerika Pokistonning puliga olingan samolyotlarni boshqa bir davlatga, Yangi Zelandiyaga berib yuboradi. Turkiya 2020-yil NATO tarixida birinchi marta o'z ittifoqchisiga sanksiya qo'llandi. Turkiya F-35 dasturidan chiqarildi. To'lab qo'yilgan 1 milliard 250 ming dollar havoda osilib qoldi. Pokistonga sotilish kerak bo'lgan 1,5 milliard dollarlik atak vertolyotlari shartnomasi ham bekor qilindi. Chunki motorida Amerika detali bor edi va ular ruxsat bermadi. Misr, Sudan, Liviya, Yaman, Suriya, Iroq ro'yxatni davom ettirish mumkin. Dunyodagi 57 ta musulmon davlatning deyarli yarmi hozirda AQShning sanksiyalar ro'yxatida. Bu tizimga qarshi chiqsangiz nima bo'ladi? Yana bir qurol ishga tushadi. Bu veto. Amerika Isroilni himoya qiluvchi qarorlarga qarshi kamida 49 marta veto huquqidan foydalandi. Birgina so'nggi yillarda G'azoda qatliam davom etayotgan bir paytda otashkesim chaqirig'ini 1 marta emas, 2 marta emas, naqd 6 marta veto qildi. Nega aynan bu hudud? Nega musulmon o'lkalari har doim bu tizim charxlari orasida ezilishi kerak? Chunki bu hudud dunyoning yuragi. Kuchli musulmon davlati bu tizim uchun xavf tug'diradi. Zaifni esa bemalol shishirish va talash mumkin. Shuning uchun Turkiya mudofaa sanoatini ko'tarsa, sanksiya keladi. Pokiston yadroviy